Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi mavzumiz o'zgaruvchan tok zanjiri. Mana shu reja asosida ishlaymiz. O'tgan darslarda biz o'zgarmas tok manbaiga turli iste'molchilarni ulab ko'rdik. Bugungi darsimizda biz o'sha iste'molchilarni o'zgaruvchan tok manbaiga navbat-navbat bilan ulab ko'ramiz. Hop, ma'lumki, o'zgaruvchan tokni generator ishlab chiqaradi. Bundan chiqayotgan induksion EUK ifodasi quyidagicha ifodalanadi. Ya'ni EUK barobar EUK maksimal sinus omega t. Mana shu generatordan chiqayotgan induksion EUKni ifodasi. Demak, o'zgaruvchan tok garmonik tebranar ekan. Mana shu narsani bilib olishimiz kerak. Endi o'zgaruvchan tok manbaini sxematik belgilanishi. Mana shunday belgi ko'radigan bo'lsak, biz demak, u o'zgaruvchan tok manbai ekanligini bilishimiz kerak. O'zgarmas tok manbasi odatda mana bunday belgilanadi. Mana shunday belgilanadi. Hop, demak, birinchi reja bo'yicha o'zgaruvchan tokka biz aktiv qarshilikni ulab ko'ramiz. Hop, aktiv qarshilik bu elektr energiyasini issiqlikka aylanadigan qarshilik turi. Ya'ni boshqa qarshilik turlari ham bor. Demak, birinchi biz aktiv qarshilikni o'sha o'zgaruvchan tok zanjiriga ulab ko'rar ekanmiz. Hop, aytaylik, o'zgaruvchan tokka aktiv qarshilik, ya'ni rezistor ulansin. Ya'ni rezistor, o'zimiz shu paytgacha rezistor qarshilik deb foydalanib kelgan iste'molchimiz, biz o'sha aktiv qarshilik hisoblanadi. Hop, demak, biz nima qilyapmiz? Mana chizmada R qarshilikli rezistorni o'zgaruvchan tok manbaiga ulayapmiz, to'g'ridan-to'g'ri. Bu holda generator EUKasi shu qarshilikdagi kuchlanishga teng bo'ladi. Chunki bitta iste'molchi bor. Demak, generator qancha EUK hosil qilayotgan bo'lsa, bu qarshilikdagi kuchlanish shunga teng bo'ladi. Hop, zanjirning bir qismi 3 ohm qonunidan esa zanjirdagi tok quyidagicha bo'ladi. Hop, demak, biz kuchlanishni yozamiz. U barobar U maksimal sinus omega t deb yozamiz. Chunki generatorda EUKasi bu o'sha aktiv qarshilikni kuchlanishiga teng bo'ladi. Parallellik shartida. Hop, endi tok kuch tenglamasichi. Bizda tok kuchi bu kuchlanishda qarshilikka nisbati. Endi doimiy tarzda kuchlanish o'zgarib turibdi. Shu sababli bu formulani mana bunday yozamiz. Ya'ni IT funksiya bu UT funksiyani R ga nisbati bo'ladi. Hop, natijada IT funksiya, ya'ni UT funksiyani o'rniga biz U maksimal sinus omega t deb yozamiz taqsim R. Mana bu U maksimal taqsim R bizga I maksimalni beradi. Ya'ni tenglama quyidagicha yozaman. I teng I maksimal sinus omega t. Shunday. Hop, maksimal qiymati esa tok kuchini maksimal qiymati, bu kuchlanishning maksimal qiymatini o'sha rezistorda qarshiligiga nisbat. Bu yerda u kuchlanishni oniy qiymati, bu demak rezistordagi kuchlanish ham garmonik tebranar ekan vaqt bo'yicha, chunki u barobar u maksimal sinus omega t qonuniyatiga bo'ysunyapti. Hop, u maksimal kuchlanishning maksimal qiymati, I tokning oniy qiymati, I maksimal o'sha tok kuchining maksimal qiymati. Omega tokning tebranish siklik chastotasi hisoblanadi. R zanjirdagi aktiv qarshilik qiymati. Hop, yuqoridagi tenglamalardan foydalanib rezistorda, ya'ni aktiv qarshilikda kuchlanish va tok kuchlarini fazalar farqini aniqlasak. Bizda U teng U maksimal sinus omega t bo'ldi. Tok kuchimiz esa I teng hop I maksimal sinus omega t bo'ldi. Hop, kuchlanish fazasi bizda omega t ga teng, tok kuchi fazasi bu ham omega t ga teng. Ya'ni bu sinus omega t, mana bu omega t ifoda o'sha
tok kuch va kuchlanishlar fazasi hisoblanadi. Endi fazalar farqini aniqlayman desam, demak phi u minus phi i qilishim kerak. Yani ko'rinib turibdi, bu 0 ga teng. Ya'ni fazalar farqi 0. Xulosa, agar o'zgaruvchan tok zanjiriga, o'zgaruvchan tok zanjiriga faqat aktiv qarshilik ulanadigan bo'lsa, hop, unda tok va kuchlanish bir xil fazada tebranar ekan. Ya'ni fazalar farqi 0 ga teng. Ya'ni bundan xulosa nima qilishimiz mumkin? Tok maksimal bo'lganda, kuchlanish ham maksimal bo'ladi. Ya'ni bir vaqtda maksimal bo'lib, bir vaqtda minimal bo'ladi. Hop, ya'ni bu holda biz vektor ko'rinishda quyidagicha yozishimiz mumkin. Aytaylik, ikkita nuqta aylana bo'ylab soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda aylanayotgan bo'lsin. Xo'p, bunda birinchi nuqta ikkinchi nuqta bilan bir xil fazada bo'lsa, buni quyidagicha chizamiz. Biz buni vektor diagramma deymiz aka. Ya'ni biz vektor diagrammadan foydalanamiz. Mana aytaylik, bitta nuqta soat strelkasi bo'ylab, mana bu soat strelkasiga qarshi yo'nalishda aylanyapti. Mana shunday. Ortidan yana bitta nuqta aylanyapti. Endi agar ular orasida fazalar farqi bo'lmasa, bu holda ular bitta nuqtada turgan bo'ladi. Ya'ni buni quyidagicha tasvirlayapmiz. Ko'k bilan chizyapman. Bu hop, u maksimal qo'yaman. Hop, qizil bilan chizaman. Buni hop, i maksimal deyman. Vektorlar ajratib turish uchun biroz bir-biridan kalta qilib chizdim. Ya'ni mana tok kuchini men kaltaroq chizdim, kuchlanishni uzunroq chizdim. Ya'ni aytaylik, bular mana shu strelkalar soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda aylanyapti deb tasavvur qilsak, agar ularda fazalar farqi bo'lmaydigan bo'lsa, ular mana shu ikkita vektor ustma tushib yotganini ko'ramiz. Agar vektor diagrammada tasvirlamoqchi bo'lsak. Hop, grafik tahlil. Demak, aktiv qarshiligida tok kuchi va kuchlanishlarni tebranishlarni bitta diagrammada ko'ramiz. Birinchi, demak, u kuchlanish, keyin i tok kuchini ko'ramiz. Kuchlanishni bunda berdik. Kuchlanish sinus qonuniyati bo'yicha o'zgaryapti. Taxminan shunday. Bu kuchlanishni maksimal qiymati. Endi qizil bilan yozaman. Bu tok tebranishlari. Mana shunday. Yani maksimal bo'lganda, kuchlanish maksimal bo'lganda, tok kuchi ham maksimal bo'lyapti. Kuchlanish 0 bo'lganda, tok kuchi ham 0 bo'lyapti. Ya'ni bir xil fazada tebranyapti. Xo'sh. Demak, bu i teng i maksimal sinus omega funksiya. Bu esa u teng u maksimal kosinus omega. Albatta vaqtga bog'liqligi. Xo'p, yana grafik tahlil. Xo'p, aktiv qarshilik qiymatini tok siklik chastotasiga bog'liqlik diagrammasini tuzsak. Xo'p, hozir ko'rdik, mana bu yerda tok kuchini maksimal qiymatini topish uchun biz kuchlanishni maksimal qiymatini aktiv qarshilikka bo'ldik. Bu yerdan aktiv qarshilik ifodasini topadigan bo'lsak, kuchlanishni maksimal qiymatini tok kuchini maksimal qiymatiga bo'lganimiz bo'ladi. Ma'lumki, kuchlanishni ham, tok kuchini ham maksimal qiymati bir xil bo'ladi. Ya'ni o'zgarmas kattalik. Kuchlanish ham, tok ham o'zgarib turishi mumkin, ularning oliy qiymati o'zgaradi. Lekin kuchlanishda maksimal qiymati ham, tok kuchini maksimal qiymati ham doimiy son. Shu sababli bularning nisbati ham doimiy son bo'ladi. Ya'ni hech qanday vaqtga ham, tokni chastotasiga ham bog'liq emas. Demak, diagrammada y o'qin o'rniga r aktiv qarshilik va x o'qin o'rniga chastota, tok chastotasini qo'yadigan bo'lsam, grafik mana bunday bo'ladi. Ya'ni bu yerda aktiv qarshilik hech qanday chastotaga bog'liq emas. Demak, aytamizki, bu yerda hop r teng konstanta. Bu holda rezistor qarshiligi o'zgaruvchan tok chastotasiga bog'liq emas.
Aynan shunday qarshilikka aktiv qarshilik deb ataladi. Demak, chastota, tok chastotasi, ya'ni tokning siklik chastotasi yoki chastotasi o'zgarganda o'zgarib ketadigan qarshilik reaktiv deyiladi. Demak, bu reaktiv emas ekan, bu aktiv ekan, ya'ni tok chastotasiga bog'liq bo'lmayapti, o'zgarmayapti. Xo'p, aktiv qarshiligida quvvat va ajralgan issiqlik miqdori masalasini ko'ramiz. Xo'p, agar o'zgaruvchan tok tarmog'iga aktiv qarshilik ulansa, elektr energiyasi issiqlikka ajraladi. Ya'ni issiqlik shaklida ajraladi. Ya'ni demak, iste'mol qilinar ekan, issiqlik sifatida qizib, tokni elektr energiyasini issiqlik energiyasiga aylantirar ekan. Bu aktiv qarshilikda shunaqa bo'lar ekan. Xo'p, kuchlanish va tok kuchi tinimsiz o'zgarganligi sababli aktiv qarshilik quvvati va undan ajralayotgan issiqlik ham tinimsiz o'zgarib turadi. Demak, tok ham, kuchlanish ham tinimsiz o'zgarganligi uchun demak quvvat ham o'zgarib turar ekan. Quvvat ham undan ajralayotgan issiqlik ham tinimsiz o'zgarib turar ekan. Shu sabab bizga quvvatning oniy qiymati emas, balki bir davr mobaynidagi o'rtacha qiymati qiziq. Ya'ni o'rtacha qiymati qiziq bo'lar ekan. Hop. Aktiv qarshilik, o'rtacha quvvat va ajralgan issiqlik miqdorlarini yozadigan bo'lsak. Birinchi demak, effektiv qiymatlar orqali ifodalaymiz. Quvvat, ya'ni o'zgarmas tok mavzularidan ma'lumki, quvvat o'zi aslida tok kuchini kuchlanishiga ko'paytmas. Faqat o'zgaruvchan tok zanjirida ham xuddi shunday bo'ladi, effektiv qiymatlardan foydalansak. Yoki buni faqat tok kuchi orqali I kvadrat, ya'ni I effektiv kvadrat R yozishimiz mumkin. Yoki faqat kuchlanish orqali U effektiv kvadrat taqsim R ko'rinishida yozishimiz mumkin. Endi ajralgan issiqlik miqdori bo'ladigan bo'lsa, bu vaqt ko'paytirib qo'yamiz. Demak, I effektiv ko'paytirilgan U effektiv T yoki I effektiv kvadrat R T yoki kuchlanish orqali U effektiv kvadrat taqsim R T. Demak, bu effektiv quvvat, effektiv qiymatlar orqali o'sha aktiv qarshilikda ajralgan o'rtacha quvvat. Mana bu ajralgan issiqlik miqdori ifodasi. Ya'ni maksimal qiymatlar orqali qanday bo'ladi? Bizda masalan I effektiv qiymat bu I maksimal qiymatni ildiz 2 ga bo'lganimizga teng. Yoki kuchlanish uchun ham xuddi shunday. Effektiv kuchlanish bu maksimal kuchlanishni ildiz 2 ga nisbat. Shundan demak, mana shu formuladagi maksimal ifodalarda mana bu effektiv formulaga olib borib qo'yadigan bo'lsak, xuddi shu quvvat va xuddi shu ajralgan issiqlik miqdorini mana bunda yozishimiz mumkin. Ya'ni I maksimal U maksimal taqsim 2 bo'lib qoladi. Yoki I maksimal kvadrat R taqsim 2 yoki U maksimal kvadrat taqsim 2R. Xo'sh, endi ajralgan issiqlik miqdori ham xuddi shunday. Demak, bu mana bu ifoda o'sha tok kuchi va kuchlanishlarni maksimal qiymatlari orqali aktiv qarshilikda ajralgan quvvatni aniqlash formulasi. Mana bu aktiv qarshilikda ajralgan issiqlik miqdorini aniqlash formulasi. Demak, effektiv qiymatlarni shunchaki ko'paytirish bizda o'sha quvvatni berar ekan yoki maksimal qiymatlarni ko'paytirib, uni 2 ga bo'lib qo'yishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, yaxshi. Demak, bu yerda I maksimal tokning maksimal qiymati, I effektiv tokning ta'sir etuvchi samarador qiymati, effektiv qiymati. Xo'p. Demak, P, mana P ga to'xtalamiz. Bu yerda aktiv qarshilikda ajralgan o'rtacha quvvat yoki foydali quvvat deyilar ekan yoki aktiv quvvat deb atalar ekan. Bir nechta nomlari bor ekan. Xo'p, ajralgan issiqlik miqdori, ya'ni aktiv qarshilikda. Albatta, issiqlik faqat aktiv qarshilikda ajraladi. Ya'ni faqat aktiv qarshilikda ajralar ekan.
Hozir mana kelasi rejalarimizda biz reaktiv qarshilik haqida ham gaplashamiz va ularda hech qanday issiqlik va issiqlik ajralmas ekan. Ya'ni aktiv quvvat ham ajralmaydi ularda. Hop, o'zgaruvchan tokka kondensator ulash masalasi. Hop, agar o'zgaruvchan tok manbasiga faqat S sig'imli kondensator ulansa, u holda kondensator kuchlanishi tok manbasi kuchlanishiga teng bo'ladi. Kuchlanish doimiy tarzda o'zgarib turganligi uchun kondensatorda zaryadi ham tinimsiz vaqtga bog'liq tarzda o'zgarib turadi. Demak, mana S sig'imli kondensator IUK manbasiga, ya'ni tok manbasiga ulangan. Demak, hozir kondensatordagi kuchlanish bu manbani IUKsiga teng. Demak, bizning manbamiz IUK barobar IUK maksimal sinus omega t funksiya bo'yicha o'zgaradi. Demak, kuchlanish ham U barobar U maksimal sinus omega t ko'rinishida o'zgaradi. Bu kondensatordagi kuchlanish deyiladi. Hop, shu hol uchun kondensator kuchlanishi, undagi zaryad tebranishlari va tarmoqdagi tok kuchi ifodalarini yozadigan bo'lsak, kuchlanishni bildik. Bu U maksimal sinus omega t bo'lar ekan. Chunki faqat bitta kondensator bor xolos bu zanjirda. Hop, endi zaryad tebranishi va uni maksimal qiymati. Bizda zaryad kuchlanish ko'paytirilgan shu kondensator sig'imli. Hop, demak, kuchlanishni o'rniga biz kuchlanish deyilamiz qo'yamiz. Bu U maksimal sinus omega t ko'paytirilgan S deymiz. Va kondensator sig'imini oldinga olib o'tadigan bo'lsak, U maksimal ko'paytirilgan S sinus omega t degan ifodaga kelamiz. Demak, bu endi zaryad tebranishlar. U maksimal S sinus omega t. Hop. Endi zaryadning maksimal qiymati qanday bo'ladi? Zaryadning maksimal qiymati mana bu sinus omega t ifodani oldidagi kattalik. U maksimal ko'paytirilgan S. Hop, bu demak, kondensatordagi maksimal zaryad ifodasi, mana bu zaryad tebranish. Demak, kuchlanish tebranishlari sinus qonuniyati bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, albatta zaryad tebranishlari ham sinus qonuniyati bo'yicha bo'ladi. Hop, endi tok tebranishlari va tokning maksimal qiymati. Ma'lumki, tok bu zaryaddan olingan hosil. Agar zaryad biror bir funksiya bo'yicha o'zgaradigan bo'lsa, biza mana ko'ryapmiz, zaryadimiz sinus qonuniyati bo'yicha tebranyapti, o'zgaryapti. Demak, bunda zaryaddan olingan hosilaga teng. Bu mana shu ifodadan hosil olamiz. U maksimal S sinus omega t dan hosil. Natijada tok kuchimiz I barobar sinus funksiyani hosilasi bizga kosinusni beradi va mana bu omega t ni hosilasi omegani beradi. Demak, U maksimal S omega kosinus omega t. Mana bu tok tebranishlar. Yoki buni bunday yozishimiz mumkin. Mana bu U maksimal S omegalar bu tokning maksimal qiymati bo'lganligi uchun I maksimal kosinus omega t ko'rinishida yozishimiz mumkin. Bu ikkinchi ko'rinish. Va albatta tokning maksimal qiymatini yozib qo'yishimiz kerak. Bu U maksimal S omegaga teng. Mana shunday. Demak, bu tok tebranishlari, mana bu tok tebranishlari, o'sha kondensatordagi tok tebranishi, mana bu shu tokning maksimal qiymati. Hop, bu yerda demak, kondensator sig'imi
Hop, kuchlanish va tok tebranishlari formulalaridan ko'rinadiki, tok kuchi va kuchlanish tebranishlarida fazalar farqi mavjud. Ya'ni, bizda kuchlanishimiz mana sinus qonuniyati bo'yicha o'zgaryapti. Tok tebranishlarimiz esa kosinus qonuniyati bo'yicha o'zgaryapti. Ya'ni qandaydir fazalar farqi mavjud bo'ladi. Va biz mana shu fazalar farqini aniqlasak, hop, bizda kuchlanishimiz u maksimal sinus omega t, tok kuchimiz I maksimal deyman, mana bu ifodani kosinus omega t. Endi buni sinus holatiga keltirib olishim kerak. Buni mana bunday qilamiz. I maksimal sinus pi taqsim 2 plus omega t. Pi taqsim 2 da sinus almashadi, kosinus bo'ladi va omega t qo'shilsa musbat. Shunda demak kosinusga yana qaytib keladi. Hop, fazalar. Bizda fazalar farqi tok kuchi va kuchlanish orasidagi. Fi I fazasi, ya'ni mana bu pi taqsim 2 plus omega bu tok tebranishlarini fazasi. Pi taqsim 2 plus omega t. Minusdan kuchlanish fazasi, tebranishlar fazasi omega t. Omega t'lar qisqardi, bizda pi taqsim 2 chiqdi. Hop, bunda tok fazasi kuchlanish fazasidan pi taqsim 2 qadar oldinda bo'ladi. Bu plus pi taqsim 2 chiqdi. Hop, xulosa demak kondensatordagi kuchlanish, kondensator kuchlanish manbaiga ulanganda, undagi tok tebranishlari kuchlanish tebranishlaridan pi taqsim 2 faza oldinda bo'lar ekan. Mana shu narsani bilib olishimiz kerak. Kondensatorda o'zi ulandi hozir o'zgaruvchan tok zanjiriga va bunda aynan kondensatordagi kuchlanish bilan undagi tok kuchida fazalar farqi mavjud ekan. Bu plus pi taqsim 2 ekan. Mana shu narsani bilib olishimiz kerak, chunki kelasi rejalarda biz o'sha kondensatorni g'altakka yoki boshqa bir aktiv qarshilikka qo'shib parallel ketma-ket qilib ulaymiz. O'sha holda bizga mana bu fazalar farqi juda ham kerak bo'ladi. Hop, bu holda ham biz vektor ko'rinishda quyidagicha yozishimiz mumkin. Ya'ni aytaylik, ikkita nuqta aylanma harakat qilyapti deymiz, ikkita vektorda endi. Demak, bizda tok kuchi oldinda bo'lyapti. Ya'ni aniqroq kuchlanish ortda. Demak, tok kuchini mana qizil bilan chizaman. Aytaylik, mana bu tok tebranishlar. Bu IC deb qo'yaman, ya'ni IC maksimal. Ya'ni kondensatordagi tokning maksimal qiymati. Bu yerda faqat maksimal qiymatlar haqida gap ketyapti. Ya'ni pi taqsim 2 fazada tok oldinda bo'ladi, kuchlanish orqada bo'ladi deyishlik, bu tok birinchi maksimal bo'ladi va biroz o'tib keyin kuchlanish maksimal bo'ladi degan. Tepada ko'rdik, aktiv qarshilikda tok maksimal bo'lganda kuchlanish ham maksimal bo'ldi, lekin kondensatorda unaqa bo'lmas ekan. Demak, tok kuchi pi taqsim 2 qadar oldinda bo'ldi degani, tok kuchi maksimal bo'lganda kondensatordagi kuchlanish 0 bo'ladi, ya'ni ortda qandaydir. Ortda bo'ldi degani soat strelkasiga qarshi yo'nalishda aylanyapti desak, demak kuchlanishda mana ko'k chiziq bilan chizaman. Qandaydir kuchlanish mana bunday bo'lishi kerak. Demak, bu UC maksimal, ya'ni kondensatordagi kuchlanishning maksimal qiymati kondensatordagi tokning maksimal qiymatidan mana pi taqsim 2, ya'ni 90 gradus orqada. Ikkita aytaylik vektor aylanyapti. Endi bular aylanyapti deydigan bo'lsak ham mana shunday, bular orasidagi burchak o'zgarmaydi. Tok mana bu yerga kelganda kuchlanish mana bu yerga keladi. Yoki tok mana bu yerga kelganda kuchlanish mana bu yerga keladi. Ya'ni doimo pi taqsim 2 qadar orqada bo'ladi. Mana shunday bo'ladi. Buni bu vektorlarni quyidagicha tushunish mumkin. Ikkita tayoqni olyapsiz, bir-biriga xuddi shunday mahkamlab qo'yapsiz, qimirlamaydigan qilib. Va bu tayoqni aylantirsangiz, demak, doimo ular orasidagi burchak pi taqsim 2 bo'ladi. Demak, u kuchlanish ortda bo'lyapti. Yaxshi. Demak, UC maksimal pi taqsim 2 ortda. Grafik tahlil. Kondensatorda tok kuchi va kuchlanish tebranishlari fazalar farqini bitta diagrammada ko'radigan bo'lsak.
Demak, birinchi kuchlanish tebranishlari yozamiz. Kuchlanish bizda sinus qonuniyati bo'yicha o'zgardi. Mana yozib qo'yaman. U maksimal sinus omega t bo'ldi. Sinus grafik 0 dan boshlanadi. Endi tokimiz bizda I barobar I maksimal kosinus omega t. Demak, bitta diagrammada ham tok kuchini ham yozyapman. Bunda demak kosinus funksiyaga bo'ysunyapti. Bu biror bir mana maksimal qiymatdan boshlanishi kerak. Shunday. Bitta tok kuchini pastroq amplitudada chizib beraman mana. Bu I barobar I maksimal kosinus omega t. Mana bu ifodamiz U barobar U maksimal sinus omega t. Mana qizil bilan chizganim, demak, tok tebranishlari bu pi taqsim 2 qadar oldinda. Ya'ni bu maksimal qiymatdan boshlanyapti. Bu 0 bo'lgan paytda bu maksimal. Hop, yaxshi. Hop, zanjirning bir qismi uchun Ohm qonunidan kuchlanish va tok kuchi nisbati bizga qandaydir qarshilikni berishi kerak. Hop, bizda kuchlanishimiz, ya'ni tepadagi ifodadan ko'ramiz. Hop, mana. Demak, mana bu ifodadan ko'ramiz. I maksimal, U maksimal ko'paytirilgan S omega. Demak, I maksimal, U maksimal, S omega. Endi aynan shu ifodani tanlaganimning sababi bu maksimal qiymatlarda nisbatda bizga qandaydir qarshilikni berish kerak. Ya'ni nisbatga boradigan bo'lsak, U maksimal taqsim I maksimal desak, bu 1 taqsim omega S ifoda bo'lib qoladi. Bizda mana shu qarshilikka teng bo'lishi kerak, qandaydir R ga. Endi bu R, ya'ni bu qarshilik chastotaga bog'liq bo'lganligi uchun biz buni X, ya'ni X bilan ifodalaymiz. X deb qo'yapman. Demak, bu sig'im qarshilik bo'ladi. Demak, sig'im qarshilik 1 taqsim omega S ifodasini aniqlaymiz. Kuchlanishni tok kuchiga nisbati bizda shunchaki qarshilikni berish kerak va mana shu ifoda qarshilikka teng bo'lishi kerak. Hop, biz buni mana X deb belgilayapmiz. Hop, bu yerda X sig'im qarshilik deb atalar ekan. Bu qarshilik kondensator uchun reaktiv qarshilik deb ataladi. Ya'ni reaktiv qarshilik nimaga? Chunki bu chastotaga bog'liq. Chastota, mana tok chastotasi o'zgarishiga qarab bu qarshilik o'zgarib boradi. Shu sababli bu reaktiv qarshilik deb ataladi. Xo'p, reaktiv qarshilik shunday qarshilikki, bu turdagi qarshilikda elektr energiyasi boshqa turdagi energiyaga aylanmaydi. Ya'ni issiqlik sifatida ajralmaydi. Xo'p, sig'im qarshilik qanday ishlaydi? Qanday qilib qarshilik ko'rsatadi tokka demoqchi bo'lyapti bu yerda. Xo'p, bunda kondensator elektr energiyasini o'zida yig'adi va yana uni manbaga qaytaradi. Shu sababli tokka qarshilik ko'rsatadi. Demak, tokni o'ziga oladi, ma'lum miqdorda, ma'lum vaqt o'zida yig'adida va tokni yana manbaga qaytarib beradi. Mana shunday qilib tokka qarshilik qiladi. Ya'ni kelayotgan tokka o'zi yiqqan zaryadni beradi va natijada shunday qilib tokka qarshilik ko'rsatadi. Hop, grafik tahlil, sig'im qarshilikni tok siklik chastotasiga bog'liq diagrammasini tuzsak. Mana sig'im qarshilik bizda 1 taqsim omega S bo'ldi. Buni bir nechta ko'rinishlarda yozish mumkin. Hozir men shunday ko'rinishda ifodalayapman. Ko'rinib turibdiki, sig'im qarshilik bu 1 taqsim omegaga proporsional, ya'ni teskari proporsional aniqlov. Demak, Y o'qiga men sig'im qarshilikni qo'yaman, X o'qiga chastotani qo'yadigan bo'lsam, bu taxminan mana bunday tenglama bo'ladi. Shunday grafik bo'ladi. Xo'p, agar tok chastotasi 0 bo'lsa, ya'ni omega teng 0. Bu holda nima bo'ladi? X barobar 1 taqsim omega S ifodadan 1 taqsim 0 bo'ladi. Bu albatta cheksiz bo'ladi. Demak, tok chastotasi 0 bo'lsa, ya'ni tok tebranmasa, o'zgarmas tok bo'ladigan bo'lsa mabodo,
Bu holda o'zgarmas tokka kondensator qarshiligi cheksiz bo'lar ekan. Ya'ni o'zgarmas tok haqiqatda ham tokka o'tkazmaydi. Buni biz oldin gaplashganmiz. Bu mana shu ifodadan yana bir marta isbotlandi. O'zgarmas tok hech qanday tokka qarshilik qilmaydi va tokkni nima qilmasligi, o'tkazmasligi. Xo'p, xulosa sig'im qarshilik tokning siklik chastotasiga bog'liq bo'lib, tok chastotasi ortishi bilan sig'im qarshilik kamayib boradi. Va mana mahrojdagi omega ifoda ortishi bilan, demak, sig'im qarshilik nima qilib borar ekan? Kamayib borar ekan. Mana shuni bilib olishimiz kerak. Xo'p, demak, 3-rejamiz o'zgaruvchan tok zanjiriga g'altak ulasi. Ya'ni faqat induktiv g'altakni o'zi ulanyapti. Xo'p, demak, biz bu holda aktiv qarshilikni inobatga olmaymiz. Ya'ni g'altakda mana bu simlaridagi aktiv bo'lgan qarshilikni inobatga olmaymiz. Xo'p, agar g'altakni o'zgaruvchan tok manbasiga ulasak, tarmoqdagi tok o'zgaruvchanligi sababli g'altakda o'zinduksion yuki hosil bo'ladi va bu hosil bo'lgan yuki, o'zinduksion yuki qiymati miqdoran manba kuchlanishiga teng bo'ladi. Chunki qarshilik bo'lmagandan keyin, aktiv qarshilik bo'lmagandan keyin u manba kuchlanishiga teng bo'ladi. Hop. Sababi zanjirda aktiv qarshilik yo'q. O'zinduksion yuki formulalaridan foydalanib, zanjirdagi tok kuchi tebranishlarni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni aytilganidek, demak, g'altakda kuchlanishi bu o'zinduksion yukiga, o'zinduksion yuki deylik, hosil bo'lgan o'zinduksion yuki kuchlanishiga qarama-qarshi bo'ladi. Bizda minusdan o'zinduksion yuki kuchlanishi minus L di taqsim dt ifoda yozadigan bo'lsak, mana bu ishora yo'q bo'lib ketadi, ya'ni musbat bo'lib ketadi. L di taqsim dt ko'rinishida bo'ladi. Xo'p, demak, kuchlanish tebranishlari bizda umuman o'zi kuchlanish tebranishlari u maksimal sinus omega t ko'rinishida bo'ladi. Parallellik shartidan. G'altak, ya'ni tok manbasiga to'g'ridan-to'g'ri ulanganligi uchun g'altak kuchlanishi bu o'sha manba kuchlanishiga teng bo'laveradi. Manba yukasiga teng bo'laveradi. Endi bizda faqat o'zinduksion yukaga teskari, ya'ni mana bunday manfiy ishora bilan tengligi uchun biz bundan foydalanib tok kuchini topib olishimiz mumkin. Hop, qanday topib olamiz? Tepadagi ifodadan mana, demak, u teng L di taqsim dt bo'ldi. Mana bu u ifoda bu o'zgaruvchan bo'lganligi uchun buni u maksimal sinus omega t deb yozamiz. L di taqsim dt. Hop, endi dt ni bu tomonga ko'paytirib oladigan bo'lsak, hop, u maksimal sinus omega t dt barobar L di ifodaga kelib qolamiz. Endi mana shu yerdan bizga tok kerak. Tok kuchi tebranishlari kerak. Demak, tenglamani chap va o'ng tomonini integrallaymiz. U holda mana bu yerdagi L induktivlik doimiy son integraldan tashqariga chiqadi. U maksimal integraldan tashqariga chiqadi. Demak, biz sinus omega t dan integral olyapmiz. Hop, demak, tenglikning bu tomoni qanday holatda bo'lib qoladi? I ko'paytirilgan L bo'lib qoladi. Mana bu d, demak, mana bu integral bilan qisqaradi. Barobar bu taraf esa u maksimal tashqariga chiqdi. Integral sinus omega t dt. Endi sinus omega t dan integral olishimiz kerak. Natijada u maksimal minus ifoda chiqadi. Minus kosinus omega t taqsim omegaga ham bo'lib qo'yamiz. Mana hosil olib ko'radigan bo'lsak, kosinus hosilasi bizda minus sinus va mana bu minus ishora bilan yeyishib ketadi, plus bo'ladi. Plus sinus qoladi. Keyin mana bu yerdan omega t dan ham hosil oladigan bo'lsak, keyin mana bu mahrajdagi omega bilan ko'payib, qisqarib, bizda sinus omega t ifoda kelib chiqadi. Hop, bundan I, ya'ni tok tebranishlarini topadigan bo'lsam, I barobar minusdan u maksimal taqsim L omega kosinus omega t. Mana bu tok tebranishlari. Xo'p, demak, bu yerda tokning maksimal qiymati mana bu kosinus omega t ifodani oldida turgan kattaliklar. Bu u maksimal taqsim L degan omega.
Hop, yaxshi. Bu yerda L g'altak induktivligi. Hop, endi g'altakdagi kuchlanish va tok tebranishlari orasidagi fazalar farqini topadigan bo'lsak. Hop, demak, mana bu bizda tok tebranishlari bo'ldi. Mana bu o'sha tokning maksimal qiymati bo'ldi. Bizda kuchlanish tebranishlari U barobar U maksimal sinus omega t. Endi tok tebranishlari bizda agar mana bu ifodani biz I maksimal deydigan bo'lsak, minusdan qandaydir I maksimal kosinus omega t bo'ldi. Endi hozir bizda bu sinus ifoda bilan ifodalanyapti, bu kosinus ifoda bilan. Hozir fazalar farqini aniqlay olmaymiz. Bir xil holatga keltiramiz. Bu sinus ifodada tursin, biz pastdagi kosinus omega t ni, ya'ni minus kosinus omega t ni biz sinus orqali ifodalashimiz kerak. Demak, I maksimal bizda sinus pi taqsim 2 minus omega t. Mana shunday. Xo'sh, demak, minus chiqsa sinus omega t minus pi taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, mana shunday bo'lar ekan. Ha, aksincha bo'lar ekan. Omega t minus taqsim 2. Demak, minus ishorani chiqaradigan bo'lsak tashqariga, pi taqsim 2 minus omega bo'ladi. Pi taqsim 2 dan nimadir ayrilyapti. Demak, bunda sinus musbat bo'ladi va minus ishorani hisobiga minus kosinus omega t bo'ladi. Mana bir xil holatga keltirdik, sinus orqali ifodaladik. Endi fazalar farqini aniqlaymiz dedi. Delta phi bizda hop phi u minusdan phi i qilamiz. Phi u ya'ni kuchlanish tebranishlarining fazasi bizda omega t ga teng. Minusdan tok tebranishlarining fazasi omega t minus pi taqsim 2. Va natijada omega t'lar qisqarib bizda plus pi taqsim 2 chiqyapti. Pi taqsim 2 qadar oldinda kimdir? Kim oldinda? Aniqroq bu yerda kuchlanish yozdik birinchi, kuchlanish fazasini yozdik. Shu sababli kuchlanish faza jihatdan, demak, tokdan pi taqsim 2 qadar oldinda bo'lar ekan. Xulosa, induktiv g'altakda agar mabodo o'zgaruvchan tokka induktiv g'altak ulanayotgan bo'lsa, induktiv g'altakda kuchlanish tebranishlari tok tebranishlaridan pi taqsim 2 qadar oldinda bo'lar ekan. Bu holda ham biz vektor ko'rinishda quyidagicha yozishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh. Qizil bilan yozaman, tok tebranishlari. Bu I maksimal L. Ya'ni g'altakdagi tokning maksimal qiymati. Faqat maksimal qiymati haqida gap ketyapti bu yerda. Endi kuchlanish pi taqsim 2 qadar oldinda ekan. Pastroqqa chizsam bo'lar ekan. Demak, I maksimal L. Hop, kuchlanish pi taqsim 2 qadar oldinda bo'lsa, demak, soat strelkasiga qarshi aylanayotgan bo'lsa, kuchlanish demak 90 gradus oldinda mana pi taqsim 2. Demak, bu U maksimal L. Mana bu yer bizda pi taqsim 2 ni beradi. Mana bu yer 90 gradus beradi. Xo'p, demak, tokning maksimal qiymatidan kuchlanishning maksimal qiymati pi taqsim 2 qadar oldinda. Bu degani, demak, kuchlanish oldin maksimalga erishadi. Undan keyin biroz vaqt o'tib tok maksimalga erishadi g'altak masalasida. Demak, U maksimal L pi taqsim 2 oldinda. Hop, grafik tahlil qilamiz. G'altakda tok kuchi va kuchlanish tebranishlari fazalar farqini diagrammada ko'radigan bo'lsak. Kuchlanish tebranishlari bizda U barobar U maksimal sinus omega t. Demak, bu sinus qonuniyati bo'yicha o'zgaryapti. 0 dan boshlanadi. Taxminan mana shunday. Endi tok tebranishlari. Hop, bizda minusdan kosinus omega. Demak, tok tebranishlari mana.
Bir davrda yozdim, taxminan shunday. Va bu tok tebranishlari pi taqsim 2 qadar oldinda bo'lar ekan. Bu I barobar minusdan I maksimal kosinus omega t ifor. Hop, mana bu bo'lsa, U barobar U maksimal sinus omega. Hop, demak, grafikdan ham ko'rinib turibdi, kuchlanish tebranishlari tok tebranishlaridan pi taqsim 2 qadar oldinda ekan. Hop, zanjirning bir qismi uchun Ohm qonunida kuchlanishning tok kuchiga nisbati qarshilikni berish kerak. Hozir yozdikki, biz I maksimal, hozir tok tebranishlarini yozdik. U maksimal taqsim omega L deb yozdik. Ya'ni minus ishorani hozir inobatga olmayapmiz. Demak, omega L bu tomonga o'tkazadigan bo'lsam, bizda U maksimal taqsim I maksimal ifoda kelib chiqadi va mana shu shart bo'yicha qarshilikka teng bo'lishi kerak. Endi bu ya'ni chastotaga bog'liq bo'lgan qarshilik bo'lgani uchun buni ham x bilan belgilaymiz va L deb qo'yamiz. Ya'ni induktiv qaltakda qarshilik, induktiv qarshilik bo'ladi. Induktiv qarshilik ifodasi xl barobar omega L bo'ladi. Mana tokning maksimal qiymati va kuchlanishning maksimal qiymatlari orasidagi munosabatdan foydalanib va zanjirning bir qismi uchun Ohm qonunidan foydalanib biz induktiv qaltakni tokka ko'rsatadigan qarshiligini nima qilib oldik? Aniqlab oldik. Hop, bu yerda xl induktiv qarshilik deb ataladi. Bu qarshilik ham reaktiv qarshilik. Demak, kondensatorda sig'im qarshiligi ham reaktiv qarshilik, qaltakda qarshiligi ham bu reaktiv qarshilik hisoblanadi ekan. Induktiv qarshilik qanday ishlaydi? Bunda qaltak elektr energiyasini o'zida magnit maydon ko'rinishida yig'adi va uni yana manbaga nima qilib beradi? Qaytarib beradi. Shu sababli u tokka qarshilik ko'rsatadi. Lekin hech qanday energiya issiqlikka aylanmaydi. Demak, xuddi kondensator qanday vazifa, qanday qarshilik ko'rsatsa, bunda ham xuddi shunday, faqat bu magnit maydon ko'rinishida yig'adi energiyani, kondensator elektr maydon ko'rinishida yig'adi. Ikkovi ham demak energiyani yig'ib manbaga qaytarib berar ekan. Hop, grafik tahlil. Induktiv qarshilikni tok siklik chastotasiga bog'liqlik diagrammasini ko'radigan bo'lsak, demak xl ni omegaga bog'liqlik diagrammasini ko'ramiz. Bizda xl omega L bo'ldi. Buni turli ko'rinishlarda yozish mumkin. Omegani qiymatiga qarab bu haqida ham gapirdim. Mana 2pi taqsim t deyishimiz mumkin yoki 2pi nu ko'rinishda yozishimiz mumkin. Bu masala shartiga qarab. Hop, demak umumiy formula bizda mana bu. xl ya'ni induktiv qarshilik bizda bo'lyapti, proporsional bo'lyapti omega. Ya'ni siklik chastota ortishi bilan bu ham chiziqli tarzda ortib borar ekan. Mana bunday bo'ladi. Shunday. Hop, agar tok chastotasi 0 bo'lsa, ya'ni tok tebranmasa, induktiv qarshilik ham 0 bo'ladi. Demak, agar omega 0 bo'ladigan bo'lsa, xl teng 0. Qarshilik 0 bo'lar ekan. Hech qanday qarshilik ko'rsatmas ekan. Ya'ni bu omega 0 bo'ldi degani o'zgarmas tok, ya'ni hech qanday tebranishi yo'q bo'lgan tok, o'zgarmas tok. Demak, induktiv qaltak o'zgarmas tokka qarshilik ko'rsatmas ekan. Xulosa, reaktiv, ya'ni induktiv qarshilik tokning siklik chastotasiga bog'liq bo'lib, tok siklik chastotasi ortishi bilan induktiv qarshilik ham ortar ekan. Ya'ni bizda proporsional qancha demak siklik chastota tokni tebranishi ortib boradigan bo'lsa, qarshilik ham ortib borar ekan. Sig'im qarshilikda aksincha edi. Qancha tok siklik chastotasi ortgan sari unda kamayib boradi qarshilik.